Agarda og'zingizda biron bitta tish qolmagan bo'lsa, siz 28 ta implant qo'ydiraman deb o'ylayapsizmi? Bu shunchaki mif. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, har bitta olingan tish o'rniga bittadan implant qo'yish kerak deb. Bu mif. Men sizlarga hozir eng og'riqsiz va eng arzon variantini tushuntirib beraman. Aslida zamonaviy stomatologiyada bunga ehtiyoj yo'q. Hozirgi kunga kelib, All-in-4 или All-in-6 texnologiya bo'yicha bizning klinikalarda butun yo'qotilgan jag' sohasida yoki 4 ta yoki bo'lmasam 6 ta implant bilan tish qatorini to'ldirsa bo'ladi. Implantlar maxsus burchak asosida suyaklaga o'rnatiladi, shuni hisobiga juda mustahkam qo'yiladi. Bundan keyin eng qizig'i vaqtinchalik koronkalarni 1 yoki 3 kundan keyin qo'yib beramiz. Bu texnologiya asosida qilingan implantatsiyani afzalliklari: birinchisi, tezroq oylar emas, hafta ichida chiroyli tabassumga ega bo'lasiz. Ikkinchisi, arzonroq. Bitta jag'da 14 ta tish yo'qotilgan bo'lsa, har biri uchun implantga pul to'lamaysiz. Ya'ni 4 ta yoki 6 ta implant uchun to'laysiz. Bunday xizmatlar sizga agar qiziq bo'lsa, darhol hozir ro'yxatdan o'ting. Bizning jamoamiz Smile Design sizga aloqaga chiqadi.